Assalomu alaykum. Men hozir sizlarga bir kafel terishni arzon yo'lini ko'rsatmoqchiman. Qo'liga hunar, men shu narsani eslatamanki, qo'liga hunari borlar o'zini hunarini, sir asrorini boshqa birovlarga ulashsa, inshaalloh ular uchun bu o'zingiz uchun bu sadaqa-i joriya bo'ladi. Mana hozir arzon usulini ko'rsatmoqchiman. Mana toplipolni ustidan birdan styajka qilmasdan birdan kafel teryapmiz. Xo'sh, bu qanday bo'ladi? Qumni o'zini olamiz, kafelnikli emas, qumni o'zini olamiz. Bu ham yaxshi salgina aralashgan, ya'ni qattiq qilib qarilgan bo'lamiz. Lazerni qo'yamiz. Lazerda birinchi chizig'i bor, ikkinchi chizig'i bor. Birinchi chizig'i mana qumni, mana bu yerini nur tegib turgan joylarini tekslashni ko'rsatadi, mana bu yoqlarini. Xo'sh, ikkinchi chizig'i bilan kafel tekisligini ko'rsatamiz. Kafel tekisligini olishimiz uchun lazerda mana bunaqangi asbobi bor. O'zi aslida devorga mana buni qo'yib ishlatiladi bu. Xohlagan joyingizga mahkamlab qo'yib devor tekisligini ko'rishingiz uchun. Lekin mana buni qilib, mana shu joyiga to'g'rilab olsangiz, tekislashga yaxshi yordam beradi. Hozir shuni ko'rsataman. Mana hozir buni to'shashni boshlaymiz. Chiziq bo'ylab, chiziq bo'ylab. Mana pastdagi chizig'i bo'ylab nurni yo'q qilib, mana shuni tekislaymiz. Tekislab bo'ldik. Mana nur tegayotgan joylarini mana nur tegmaydigan qilib tekislab bo'ldik. Endi kafelni kley baribir surtamiz. Chunki buni o'zi kafelni ushlamaydi, lekin kam surtamiz. Yanada kam ketishi uchun mana qumdan olib sepib chiqamiz. Bunga yanada kam ketadi. Ham bir xil tagga bo'shliq qolmaydi, bir xil kafelni ushlaydi. Kafelni ushlamaslik uchun bir lisa qo'ygan paytiga sinib ketmasligi uchun bir xil ushlashga yordam beradi bu. Urib mahkamlashga ham juda qulay. Bu kafelni kleyimizdi. Kafelni kley agar qimmat bo'lsa, sement kafelni kleydan arzon bo'lsa, shu holatlarda bir xalta kafelni kleyga bir xalta sement qo'shsa, yanada arzon bo'ladi, ham sifati ham yaxshi bo'ladi. Kafelni kleyga hech narsa qo'shmasa ham kafelni kley o'zi yaxshi, lekin sement qo'shsa ham sifati o'zgarmaydi, yaxshi bo'laveradi. Ya'ni bir xalta kafelni kleyga, arzon kafelni kleyga bir xalta sement qo'shasiz. Bu degani 1 ga 2. 1 kavush kafelni kleydan solsangiz, 2 kavush sementdan solasiz. Qachonki sement kafelni kleydan arzon bo'lsa, shunda ishingiz yanada arzon bo'ladi, kafelni kley kam ketadi. Mana buni tarab olamiz. Hamma tarafiga bir xil. Ayniqsa mana bu uch taraflariga ehtiyot bo'lamiz, ko'proq qo'yishimiz kerak. Chunki kafelli shu uchi nozik bo'ladi. Sinib ketib qolishi mumkin shu uchiga biron bir udar bo'lgan paytiga yoki biron bir qattiq narsa bilan stolni oyog'ini bosgan. Mana kafel tagini surkib olib, juda ham oz kafelni kley ketadi. Mana shunaqa surtib olganimizdan keyin bu kafelimiz katta kafel. 120 ga olmish, shuncha sal qo'polroq bo'lishi mumkin. Ehtiyotligi bilan mana qo'yib oldik. Chizig'ini chizig'iga qilib. Xo'sh, endi buni mahkamlab qo'yamiz. Bu yoki sepgan qumimiz yerga juda as qotadi. Ya'ni mana shuni qilib urib mahkamlashga. Mana bu tarafiga mana tegibdi. Mana endi bu tarafini
urib urib to'g'rilaymiz mana. Mana biz shu narsani mo'ljallagandik. O'sha joyiga mana to'g'ri bo'ldi. Bu tarafı mana to'g'ri bo'ldi.